Assalomu alaykum hammaga. Amon Turdiyev Shohrux kanaliga xush kelibsizlar. Bu bizda birinchi darsligimiz. Birinchi darsligimizda o'zidan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bugungi darsligimizda O'zbekistonda deyarli hech kim qilmaydigan Minecraft haqida gaplashamiz. Ya'ni men sizlarga bitta kanalda analiz qilib beraman va o'zimning kanalim telefonda kuniga yarim soat vaqt ajratgan holatda qancha daromad ishlayapti, shuni ko'rsatib berib boraman. Videoni davom etmasidan oldin albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishlaringni iltimos qilib qolaman. Xo'p do'stlar, men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan kanalim, ya'ni Craft Six kanali. Bu kanalda 700 ta video bilan 900 ming obunachi yig'ilgan. Minecraftda talab juda katta, lekin O'zbekistonda hech kim buni qanaqa qilib tayyorlanishini yoki bo'lmasam darsliklarni chiqarib bormaydi. Biz Elbek Nabiyev bilan birgalikda yaqinda Minecraftdan kurs ochamiz va bu kursda sizlar raqobat O'zbekistonda bo'lmagan, ya'ni Minecraftni to'liq professional darajada video ishlab, ya'ni yuklashni o'rganishlaring mumkin. Xo'p do'stlar, bu kanalda videolarni bemalol telefonda qilsalaring bo'ladi. Kelinglar, mana kanalda ham ko'rib chiqdilaring. Oson previewlari ham oson. Kuniga 30 minut vaqt ajratgan holatda yozsa bo'ladi va kanaldagi eng mashhur video esa 20 millionta ko'rilgan 6 yil oldin va 5 yil oldin 16 million va kanaldagi общий prosmotrlar soni esa 387 milliontani tashkil qiladi. Bu kanal oxirgi chiqargan videosi 8 oy, ya'ni Italian brainrotlar trend bo'lgan vaqt video qo'ygan. Shundan keyin bu umuman video qo'ymagan. Bu hozir ham trendmi degan savolga aytib o'tganimdek, men o'zimning kanalim orqali bemalol javob topishlaring mumkin. Xo'p do'stlar, kelinglar birorta videosiga kiramiz bu YouTuberda. Va bu videosini birozgina tomosha qilamiz. Do'stlar, videoni o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Videoda, ya'ni bu portal quryapti. Videoda portal quryapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Va bu yoqqa davom ettiradigan bo'lsalaring, ya'ni o'sha trend bo'lgan, ya'ni misol uchun Trippi-Troppini video davomida ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha mod qo'shib, shuni obzor qilib beradi. Ya'ni Minecraftda, ya'ni nima narsa trend bo'lsa, o'shani videoda ko'rsatib beradi. Xuddi shunaqa mana trend bo'lgan narsalar bilan ishlagan bu kanal. Do'stlar, endi esa meni o'zim telefonda, ya'ni xuddi shunaqa kanal ochib, bir oyda o'rtacha qancha daromad olib kelayotganligini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'p do'stlar, bu meni telefonda tayyorlanadigan kanalim, ya'ni telefonda video qilaman bu kanalga. Ko'rishlaring mumkin, oxirgi 28 kunda 1 million prosmotr olgan va kanalda 30 ming soat hamda 30 ming soatning orqasidan 6100 ta obunachi qo'shilgan va YouTube bizga $332 pul to'lagan. Va ma'lumot uchun bir narsani aytaman, bu kanal, ya'ni pulga ulangani hali 1 oy bo'lmagan. Kanalimiz oxirgi 48 soat ichida 40 mingga yaqin prosmotr olmoqda va bu kanalga vaqt kamligi uchun har kuni bitta video qo'ya olmayman. Sababi 4 kun yoki 5 kunda bitta video qo'yiladi. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan statistikani ko'rishlaring mumkin va kanal shunaqa bo'lishiga qaramasdan, ya'ni 28 kun ichiga 1 millionga yaqin prosmotr olgan. Asosiy auditoriyani ko'rishlaring mumkin. Indoneziya, O'zbekiston, Filippin, Vyetnam, Amerika davlatlar kuzatadi. Va do'stlar, kanalimizga shu paytgacha 20 dan ziyod video yuklangan va kanal 20 dan ziyod video bilan juda katta natijaga chiqqan desam ham xato bo'lmaydi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu kanal monetizatsiyaga ulangani hali 1 oy bo'lmagan va bu kanal 1 oy bo'lmasidan oldin $300 pul ishlagan. Ya'ni bu kanalga 3 minut, 4 minutlik videolar qo'yiladi va juda kam, ya'ni 3 kunda, 4 kunda yoki 5 kunda bitta qo'yiladi. Agar stabil disiplina bilan qo'yilsa, bu kanal 1,5 ming yoki $1000 ham bemalol daromad olib kelishi mumkin. Do'stlar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, Minecraft yo'nalishi ba'zi bir yo'nalishlarga o'xshab juda xavfli yoki kanalga strike tushadigan yoki kanalda monetizatsiya yonmaydigan yo'nalish emas. Bu dunyodagi eng ko'p foydalanuvchiga va qiziquvchiga ega yo'nalish. Ya'ni bu yo'nalish
to'g'risida ko'pchilik darslik qilgan, lekin o'sha darslik qilgan odamlarni hammasi ham deyarli bu yo'nalishda natijaga chiqmagan. To'g'risini aytsam, bu yo'nalishda 5 yildan beri faoliyat yuritib kelaman va juda katta natijalarga erishganman. Ya'ni menda obsho hozirgi kunda 6 ta monetizatsiyaga ulangan kanallar mavjud va bu meni eng kichkina kanalim desam ham bo'ladi. Ya'ni har bir kanalim bir oyda 1,5-2 millionlab prosmotr oladi. Xullas do'stlar, bu haqida, ya'ni telefonda tayyorlash haqida biz darslik tayyorlayapmiz. Ya'ni sizlar darslikni qayerdan sotib olaman desalaring, do'stlar, darslikni biz Elbek Nabiyev Telegram kanalida, ya'ni e'lon beramiz, narxi qancha va Minecraftni 0 dan va 100% gacha o'rgatadigan video darslik tayyorlanmoqda va bu yo'nalishda ma'lumot uchun siz hech qanaqangi nakrutka, qo'shimcha narsalar urib, risk qilishingiz shart emas. Bu yo'nalishda o'zi trend videolarni shunchaki qo'ysangiz, ya'ni maqsadli video qo'ysangiz, videoni o'zi rekomendatsiyaga chiqadi, katta natija olib keladi. O'zbekistonda kurs sotadiganlarning 90% Minecraft haqida bilimga ega emas. Shunday bo'lishiga qaramasdan ular shunchaki Minecraftni darsligini qo'shib qo'ygan, lekin u bilan deyarli natijaga chiqib bo'lmaydi. Shuning uchun biz sizlarni o'ylagan holatda yaqinda kafolat beriladigan, bir haftani ichiga monetizatsiyagacha olib chiqish mumkin. Bu o'zingizlarning harakatingizga bog'liq. Misol bizda o'zimiz bir haftaning ichiga 3 talab kanalni monetizatsiyaga ulaganmiz. Bemalol sizlar ham qilishlaring mumkin. Xo'p, bu bizning birinchi darsida. Xullas, keyingi videomizgacha ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar. Telegram kanal esa har doimgidek opisaniyada bo'ladi.